13700-o'rindagi bola bilan lob o'ynab ko'rdim. Da, to'g'ri eshitdinglar. 13700-o'rin. Chunki даже shagam eshitmayapti. Info bermaganimdan keyin eshitmayapti. Xullas bu joyda menimcha xafa bo'lib qoldim. Tepadan turib menga har xil so'zlar aytdi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaqinlarim, birodarlarim. Qip-qizil jinniga o'xshaydi, lekin aynan shu joyda meni o'ylantirib qo'yadigan narsa bo'ldi. Ya'ni uni gaplari Mastodonlikdan yangi quroli bo'laman. ukam o'ylovingda olgin. Va bu joyda o'zini bir ton suvga cho'ktirib olsa kerak deb o'ylab turgandim, lekin O'zbekiston bosh! kulishda ham chichivordim. Va shu joyda yana ozginaga to'xtataman. Bu odam menimcha sevgidan kuygan u. Tepaga chiqib turib o'zini tashlab yuboradi. Aka sevgan qizim tashlab ketgan. To'g'risi, qip-qizil jinni ekan. Bo'lmasa bunaqa qiliqlar qilmas edi. Wow! Yulduzlar chiroyli ekan aka.